bir payg'ambar bor, uni sahobalar ko'mgan. Kim aytadi? Yo'q. Tabiiyki Rasulullohdan tashqari aytmoqchiman-da. Rasulullohni endi aniq sahobalar ko'mgan. Yo'q, Iso alayhissalom emas. Hali ko'milmadi-ku u kishi. Ko'milib bo'lgan demoqchiman. Iso alayhissalom emas, endi ko'mil. Yo'q, Ayub alayhissalom emas. Ha. Qani? Sal qiyinroq-a? Yo'q. Yo'q, Hazrat Ali emas. Menimcha shahar berasizlar-ku. Sahobalar ko'mgan payg'ambar bu Doniyor payg'ambar. Doniyor. Qarang, Doniyor payg'ambar oxiri R aytsa ham, L aytsa ham to'g'ri. Doniyor yoki Doniyor payg'ambar. U kishi qarang, mana tarixi bor-da. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam u zotning ummatlarini fazilatlarini kitobda o'qirganlar. Va Allohdan so'rar ekanlar: "Ey Allohim, meni yerga shu Muhammadning ummati ko'msin" deb qarang. Hazrati Umar roziyallohu anhu davrlarida sahobalar Shom diyorini, Fors diyorini fath qilib olganlarida ana shu joyda Doniyor payg'ambarning jasadi hali turgan bo'ladi. Hali ko'milmagan bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Shunda Hazrati Umarga xat yozishadi, nima qilaylik? Hazrati Umar kechasi ko'minglar, 10 dan oshiq qabrlar ko'lab turib, qaysi biriga ko'mganlarini odamlar bilmasin. Sababi, agar bilib qolishadigan bo'lsa, borib erta shirk amallarni qilib olishlari mumkin. Ko'lab yana jasadlarni olib olishlari mumkin deydi. Qarang, necha 100 yildan beri u jasad turgan bo'ladi. Duolari ijobat bo'lib, demak bu Qur'on kimga qoldi? O'zimga qoldi.